Inflyatsiya va uning hayotimizga ta'siri. Inflyatsiya bu pul qiymatining pasayishi va narxlarning o'sishi. Har kuni bu jarayon siz sezmagan holda hayotingizga ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, kecha 10 ming so'mga sotib olgan mahsulotingiz bugun qimmatlashgan bo'lishi mumkin. Nega bunday? Buning asosiy sababi bozordagi pul massasining ortishi, ishlab chiqarish xarajatlarining ko'payishi yoki tashqi iqtisodiy omillardir. Inflyatsiya aholining haqiqiy daromadini pasaytiradi. Agar siz oyiga 3 million so'm ishlab topsangiz, inflyatsiya tufayli bu pulingiz sotib olish quvvati kamayadi. Ya'ni o'zimizga bilinmagan holda qo'limizga tushayotgan pul kamayaveradi. Xo'sh, bunda o'zingizni qanday himoya qilishingiz mumkin? Birinchidan, mablag'laringizni faqat naqd pulda saqlash xavfli. Ular qiymatini yo'qotadi. Shuning uchun investitsiya qilishga ahamiyat berish kerak. Aksiyalarga, obligatsiyalarga yoki qimmatbaho metallarga sarmoya kiritish inflyatsiyaga qarshi bir qancha barqarorroq himoya bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, o'zingizni moliyaviy savodxonligingizni oshirish. Bu eng yaxshi sarmoyadir. Shunday ekan, inflyatsiyani kuzating, mablag'laringizni to'g'ri boshqaring va moliyaviy kelajagingizni himoya qiling.